Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh butun ko'ruvchilarga. Birinchisidan Buruz Lojuvard yo'li ilmiy tadqiqot markazini olgan Afg'oniston jeopolitik masalalarga hamma shumul qarashlarda bir yaxshi bir yig'in o'tib to'xtabdi. Va bu yerdan ham ko'ra biz ham turkiy ustozlarimiz bo'lsin, Afg'onistonlik ustozlarimiz bo'lsin, Afg'onistonda musbat yo mintaqaga bo'lib to'xtaganlardan qanday ta'sirot oladi, uni yaxshi barasi qilib to'xtaganlar. Va bu yerga bir turkiy ustozimiz aytdi, Afg'oniston ikki yo'li bor, yo bundan ham ko'p inzivo bo'ladilar, yo hamma shumul bo'ladilar. Uning uchun biz har zaman endi Afg'oniston turklarini kelajagi uchun ko'p katta yig'inlarni olib bahslarni qilib kelayotibmiz va bu bahslarimizni albatta butun jahoniy davlatlarning hammasiga ham qanday mana shu yerdan aytamiz, ularga ham voziy bir shaklda tushuntirmoqga talosh qilamiz. Afg'oniston turklari olgan ilmiy Afg'oniston turklari uchun olgan ilmiy yig'inimizga ham ko'rindiki, turklar minglarcha yildan beri shu yerga tiriklik qilib kelayotibdi va 10 milliondan ko'p o'rga Afg'oniston turki tiriklik qiladi. Toliblarki agar qarori bundan ko'ra inzivo bo'lsa va Afg'oniston turklariga ham uni tiliga, farhangiga, kiygan ko'ylagiga, kiyimiga, kalapo'shiga har bir haqoratni qiladi, bilsinlarki u o'zlarini jiddiy bir inzivoga qaror beradi va jiddiy ichki bir mushkulga qaror beradi. Agar xohlasalar bu mushkuldan chiqish uchun, hamma shumul bo'lish uchun boyatnata bir Afg'oniston turklari emas, butun millatlar bilan tillariga hurmat, mazhablariga hurmat, kulturlariga hurmat qilishi kerak. Hozir ham bu har zaman aytilib kelgan Cumhuriyet vaqtida, Cumhuriyetdan oldin hamki Afg'onistonda Turkiston zaminiga hech qanday bir millatni o'z xoslariga qarab demokratik yopini tag'ir berishiga Afg'oniston xalqi ham bo'lsin, shu yerga zindagili tiriklik qilib kelgan yuzlarcha yildan beri Afg'oniston turklari buni qabul qilmaydi. Uning uchun biz buradan ochiq bir shaklda aytamizki, agar bu qarorga tilga behurmatli, farhangga behurmatli, to'prog'iga behurmatli, minglarcha yilga bo'lgan shu turk ismlariga behurmatli qilib kelsa, buni oqibati ne mantiqa uchun, ne o'rga bo'lgan hozirgi o'zini shu yerda hokimi bilganlar uchun yaxshi bo'lmaydi. Buradan Afg'onistonda Turkiston zaminiga yashagan butun Afg'oniston turklariga seslanamizki, o'zlarini yakka esos qilmasinlar, hech vaqt tashvish qilmasinlar, umidlarni qo'ldan bermasinlar. Bilsinlar, inshaalloh taolo qarong'ilikda eng ko'p bo'lgan vaqti yoqtilikda boshlanish vaqtidir. Inshaalloh taolo umidvorbizki, bular qancha tushunmamoqga talosh qilsa ham, mardumni ovoziga, mardumni taqozosiga biza tashqaridan bo'lib qo'limizdan kelgan har bir talashni anjom beramiz. Buni rasonalarga, ijtimolarga, mana shuna ilmiy yig'inlarga hammasiga bo'lgan suhbatlarga keltiramiz va toliblar agar xohlasa oyindaga Afg'oniston millati bilan bir sulh doimining ichiga tiriklik qilmoqchi bo'lsa, boyat hech bir millatni ne tili bilan, ne kiyimi bilan, ne farhangi bilan, ne mazhabi bilan o'ynamamoq kerakligini yana bir bor o'ylamoqlari kerak. Umidvor bizga shu yerdagi bo'lgan mantiqaviy ba'zi shaxslarni harakati bo'lsin va bundan ojil bir fursatga jilovgirlik qilsinlar.